Hurmatli xalqim, mana hozir manasini kechagini davom etamiz. Hozir tayyorlaymiz. Oltini ko'kishini ko'rsataman. Xudo xohlasa adorini qo'yib boraman. E'tibor berib ko'ringlar. Mana hozir tayyorlaganim mana bu bo'ladi. Shuniki mana tayyorladim. Hozir buni yaxshilab qo'zg'aymiz. Mana kechagi mana qaynayapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana hozir mana buni oladi. Bu mana gidrosin bor menga. Endi mana buni tayyorladim hozir. Hozir mana solaman, ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Endi mana tayoq bilan qo'zg'aymiz. Mana qo'zg'ayapman, ko'rayotgan bo'lsanglar. O'zi bu qaynayapti, faqirlar. Yana dalish solamiz. Mana hammasini to'ldim. Endi qo'zg'aymiz yana bir marta. Oyog'ini bilan. Ko'p bo'lmas kerak, temir bo'lmas kerak. Mana bu palkamiz. Mana plasmas yoki shisha bo'laversin, farqi yo'q. Mana qo'zg'adik. Bu ikkinchi bankamiz mana qaynab tayyor bo'ldi. Buni olamiz. Keyin filtrdan o'tkazamiz mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Filtrdan o'tkazamiz. Mana xalqim ko'rayotgan bo'lsanglar, mana qaynayapti. Bir qilib hozir filtrdan o'tkazaman hozir. Mana buni ko'rayotgan bo'lsanglar, tayyor oladi. Mana jelezin ko'prik tayyorladim. Mana buni unga soldim, ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi ozgina gidrosindan tashlaymiz. Mana gidrosin tayyorlayapman, ko'ringlar. Mana qo'zg'ab olamiz. Mana qo'zg'ab oldim. Yana olamiz gidrosin. Ozgina oldim. Mana qo'zg'ayapman.